Nima desa bo'ladi ikkinchisiga bergan ekan. Zulfiyan she'rlar bahor bo'lsa. Ikkita bahor Zulfiyaniki bo'ldi. Qirlar, soy bo'ylari bo'lsa kerak ikkinchisi. Yoki adir. Salqin tuyuladi Majnun bog'idagi salqinimiz Tuyuladi. Majnun daltay qanaqa tuyuladi? salqinda Qirlar yoki adir ikkinchisi. Salqin tuyuladi Majnun tog'dagi, daryo soy bo'ylari, tog'lar etagi. Endi nish urganda bodom kurtagi, bahor sog'intirib kelishing yaxshi. Daryo bo'lmasa kerak. Mana bunday matnda sirli tuyuladi Majnun tog' tagi, jilg'a soy İki dakika var, bakalım. Sirli tuyuladi Majnun tog'dagi, jilg'a soy bo'ylari, tog'lar etagi. Endi nish urganda bodom kurtagi, bahor sog'intirib kelishing yaxshi. Ushbu misra To'ra Sulaymonni saylanmasidan olingan parcha hisoblanadi. Tagi, etagi, kurtagi so'zlari bu yerda qofiyador so'z bo'lib kelgan. Sirli tuyuladi Majnun tog'dagi, daryo soy bo'ylari, tog'lar etagi. Bu yerda shoir tabiatni tasvirlayapti, bahorni. Shu bahor kelganda shu Majnun tog'dagi soylar bo'ylari, tog'lar etagi shu yaxshi tuyuladi. Endi nish urganda bodom kurtagi, bahor sog'intirib kelishing yaxshi. Tugadi. Hay. Menga shaxsan sizni variantingiz yoqyapti ko'proq. Dilnoza. Qiz qarang, tashqaridagi haligi tomoshabinlarga ham sizni variantingiz yoqqan va qarsak ishlar bor. Endi shoirlarga yozib qo'ying. Mana qarsaklarni eshityapsizmi? Qartoq chalinglar. Dilnoza kim keldi siz bilan bu yoqqa? Oilam meni qo'llab-quvvatlayapti shu yerda. Butun Xorazm. Noza qizim, bir narsada sen xafa bo'lma qizim. Xafa bo'lish bilan hech qanday asos yo'q. Bir narsani tushuning. Joyiga yetib kelishlar o'zi katta. Biz bunga bosqichda ishtirok etyapmiz. Shunday katta tanlovga chiqib kelyapsizlar. Bu nima bunaqa bo'lish kerak emas. O'zi bor. Xorazmdan qancha viloyatlarimizda qancha 100 minglab bolalar Men chiqolmaganman shuncha yillarga rostdan men bu bosqichga chiqolmaganman 8 yildan. Betga chiqishga o'zi katta gap. Moqos bo'lmasini quyida telefonda kuniga bir ko'p gaplashardi-da, bir taylanishardi. Ovozdan tanib Beg'uborda bunaqa. uni o'zi o'qitishida. o'zbek ruhini, o'zbek qalbini To'ra Sulaymon Sharif faoliyat shoirlar barmoq. O'zbek tili go'zallik,
Özellikle Özbekan'ı Bugün tügerken esas kal 15'im Bugün tügetisi var. Bu sekund yapıldı. 17, 16, 16, 18. 18. Umumiy hisobda 17.